37 bob. Shunga, mening yurakim titrab, ko'krak qapisimda tepirlamoqda. Uning ovozining guldurilishiga quloq solg'in. Uning og'zidan chiqqan qarasligan ovozini anglab boqqin. Chaqmoqlarini butun ko'kdan kesib o'tkazib, uning nurlarini zaminning eng chetiga opirdi. Ondan uning ovozining guldirilishini anglatib, o'zining hayvatlik ovozini namoyon qildi. U ovoz chiqarsila, chaqmoq texmu kuchiydi. Xudo o'z ovozi bilan ajoyib guldirmama paydo qildi. Biz uning qilgan ulug' ishlarini tushunishga qodir emasmiz. Xudo qorni zaminga, qattiq yomg'irni yerga to'kilishga buyruq qilish orqali ishlamchilarni ishdan to'xtatib, butkul insonlarga o'zining ulug' ishlarini bildirdi. Yavoyi hayvonlar uvlarga kirib elib, o'nkirlarda qoladi. Bo'ron chopqin janubiy o'rtasidan kelsa, soğuk iqlim shimoldan kelar. Xudoning nafsi muz paydo qilib, cheksiz suv yuzini muzlatdi. U qo'yiq qora bulutlarni suv donchilariga to'ldirib, bulutlardan chaqmoq chaqtirdi. Bulut Xudoning buyruqi bilan zaminning ustida aylanib va uning buyruqini ijro qilib, zaminni jazolaydi yoki uningga shafqat yog'dirdi. Ey Ayub, quloq solg'in. Bir pas jim turib, Xudoning ulug' ishlari to'g'riliq o'ylang'in. Xudoning qandoq buyruq tushirib, bulutlardan chaqmoq chiqirdiganligini bilamsan. Sen mukammal bilimning manbasi bo'lgan Xudoning mo'jizalarini, ya'ni bulutlarni qandoq laylitadiganligini bilamsan. Janub shomilidan zamin tinchib ketganda kiyim bilan terlab ketsan. Buning nima uchunligini bilamsan. Senmi uningga o'xshash tuch aynakdek osmonni yayolamsan. Xudo bilan qandoq so'zlashishimizni o'rgatgin. Biz bo'lsak nodon, Xudo bilan munoziralashishni bilmaymiz. Bir odam Xudoga uning bilan so'zlashmoqchi bo'lganligini aytsa bo'lamdi. Bunda qilish o'zini halok qilish emasmi? Shamollar osmondagi bulutlarni surib ketgandan keyin quyoshning kuchlik nuriga hech kim qaraya olmaydi. Xudo shimoldan oltin ranglik nur bilan keladi. Ulug' hayvisi bilan keladi. Hammaga qodir Xudoning kuch qudrati shunchalik cheksiz tutsa, biz uningga qandoqmi yaqinlasha olamiz? U hamisha adolat va haqqoniyat bilan ish qilib, hech kimga zulm solmaydi. Shunga kishilar uningdan ayminadi. Xudo o'zini dono chalaydiganlarni e'tiborga olmaydi.